Assalamu alaykum, Sharqi Turkistonlik qarindoshlarım, yaxshimisizlar? Men bugungi suhbatimizni mundaq bir parcha she'r bilan boshlamoqchiman. Dunyoda hammadan qimmatdir hayot. Hayotdanmi qimmat muhabbat. Lekin kechiman har ikkisidan erkinlik, ozodlik uchun faqat. Mushu bir qancha oy ichida hammamizga ma'lum bo'lganidek, vatanimiz Sharq Turkiston tuprog'idagi bir qancha shaharlarda xalqimiz o'z haq-huquqlarini qo'g'dash, almisoqdan tortib toki bugungacha o'zlariga mansub bo'lib kelgan ona tuprog'ini dushman qo'lidan tortib elib, tajovuzchi dushmani bo'lgan Xitoy hukumati va uning strategik holda o'rinlashtirgan qonunsiz ko'chmanlarni qo'g'lab chiqarib, mustaqil, erkin yashashdek mengu o'lmaydigan ideyasining turtkisi bilan bütün egir zamonaviy qurol bilan qurollangan düşmaniga qarshi shiddat bilan qarshilik bildiryapti ham izchil bildirib keldi. Afsus, mustamlika ichida yashayotgan har qanday bir millatning tarixida hech bo'lmaganda har 30 yilda bir qatim siyosiy o'zgarish, hokimiyat almashish, urush orqali yengilish bo'lib turmasi bo'lmaydi ekan. Mubada mustamlika ichida yashayotgan millatlar xuddi biz Uyg'urlardek tajovuzchi dushmanning mustamlika ostida uzun qolib qolsa, u holda bu millatning xoinlari ro'naq tepib, vatanparvar kurashchan qahramonlari va ularning oila taobatlari xorlanib qoladi ekan. Biz ana shunda Xitoy hukumatining mustamlikasi ostida baxtga qarshi yarim asrdan ko'p vaqt qoldik. Lekin 2009 yil 7-oyning 5-kunidagi Urumchi voqeasidan keyin vatanimiz Sharq Turkistondagi barliq Uyg'urlar degidek Xitoy hukumatining nazarida o'zlarining bir Uyg'ur bo'lib qolganligi, bo'libmi mushu tuproqning qonuniy egasi bo'lib qolganligining o'zila yetarli jinoyat ekanligini to'liq yetishdi. Demak, vatandagilar qon to'kyotdi. Kuchlik dushmaniga qarshi o'limdan qo'rqmay, ko'krak kirib qahramonlik ko'rsatyapti. Biz chet eldagi Uyg'urlar ve barliq Sharq Turkistonlik qarindoshlar hech bo'lmasa, u qahramonlarimizni rag'batlantiraylik. Shehidlarimizning ro'yiga atab duo takbir qilaylik. Janobiy Allohdan ularga jannat ato qilaylik, jannat tilaylik. Ularning oila tavobatlaridan hol so'raylik. Ota-onalarga rahmat aytaylik. Ve teselli beraylik. Ularning harakatini qonunli harakat, Xitoy tajovuzchilarining qo'shin tartib vatanimiz tuprog'ida harbiy alat elib berishini terrorlik harakat deb oshkor jakalaylik. Yaqinda Urumchida bo'lib o'tgan bir qancha voqealardan keyin, bo'libmi mushu 2 qatim portlagan bombadan keyin yolg'iz Xitoy tajovuzchi hokimiyati va uning millatimizni osnotsiya qilib, yo'qotish maqsadida qonunsiz elib chiqib, vatanimiz tuprog'iga yerlashtirgan ko'chmanlarlar emas, balki mamlakatimiz ichi va sirtidagi bir qism Uyg'urlarimizni ham daka-dukiga soldi. Bo'libmi chet elda yashayotgan bir qism Uyg'urlar afsuslanarligi, buningga ergishib bir qism chet eldagi Uyg'ur davosi anglatayotgan tashkilotlarimiz ham qattiq tantirab qilishdi. Bo'libmi Obama hukumatining bu qitimqi harakatni terrorlik harakat deb atishi ularni texmi sarasimga soldi. Dunyoda besim zo'raygan sari uningga masalda qarshilikni o'xshash kuchayib bordi. Xitoy hukumati vatanimiz tuprog'imizni besib olgan kunidan boshlab toki bugungacha xalqimizni turli usullar bilan qirib, solab, yo'qitib keldi ham kelyotdi. Uning hokimiyati bo'lganligi uchun, armiyasi bo'lganligi uchun, saqchisi bo'lganligi uchun, soti bo'lganligi uchun, quroligi bo'lganligi uchun uning elib borgan harakatlari harbiy harakat. Xalqimizning o'zlarini qo'g'dash, self defense, o'zlarini qo'g'dash yo'lida elib borgan harakati terrorlik harakati hisoblanadi. Dunyoda buningdan o'ta tetiqsiz mantiqi bo'lamdi. Menimcha Obama hukumatining biz Uyg'urlarning yo'lni qo'g'dinish yo'lida kuchlik dushmanlik ko'rsatgan qarshiligini nima deb atashi men uchun muhim emas. Chunki Xitoy hokimiyati eng ashaddiy usullar bilan xalqimizni qirib bostirib keldi ham kelyapti. Buni Amerika hukumati, Yevropadagi barliq hukumatlar, davlatlar ko'rib turug'liq, bilib turug'liq. Ammo hech kim o'tirg'i chiqib, xalqarada bu qitim Obama hukumati xuddi Uyg'urlarning harakatini terrorlik harakat deganga o'xshash, Xitoy hukumatining bu yerlik millatni qirishi, genosid harakatlari terrorlik harakatdir deb atamadi.
Belki bir mezgil hem atlamaslığı mümkün. Ama bununla bilen biz bütkül Xitayga bolgan karşılıklarımızın hemimizin vaz keçişimiz gerek mi? Eğer Amerika hükümeti rastlılla iqtirab tuturup biz Uygurlarning mustaqillik meselesini resmi devlet sifatida o'ttirga chiqib qo'llayotgan. Xitoy hukumati bilan resmi bir devlet sifatida bizning mustaqilligimizni asliga keltirish uchun so'zlashayotgan bir vaqtda bu xildagi harakatlar yuz bergan bo'lsa-da, u holda men Amerika hukumatining bizni nab atab qilishidan ensirgan bo'lardim. Hammamizga ma'lum, dunyoda kishilar ishit mushuklarni davomli o'zlarining uylariga ekirib, ativolab beqishidi. Xuddi o'z bolalaridek yaqin ko'rib, ativolab o'ynatidi. Bir oilada boqidi. Ammo nima ish qildi? İşit müşklerini hiç qachon bir millat yoki bir davlat o'zlarining bayrog'i yoki davlat girbiga simvol qilib olmaydi. Ularning oladigini faqat yo'lvoz, sher, ejderha, bo'ri, burkut deganga o'xshash. Mana bu shikildagi yirtqich hayvonlarni ular o'zlarining bayroqlariga, davlat girbillariga o'rnatib, uni davlatning, millatining simvoli sifatida qo'llandi. Unda biz Uyg'urlar yani aşıda başlar nim dep qalaki dep ularning işitmişliklardek ularga quyruqlarimizni shipanglatib akilab, ularning tillarimizni yalab, xo'sh qilib o'tamdik. Yoki shir, yo'lvoz, bo'ri, burkutga o'xshash qahramonlarcha mag'rur yaşamdik. Bu biz Uyg'urlarning yaqinda jiddiy tanlashga tegishli eng cho'ng bir tanlash yo'limiz. Biz hakikaten vatanimiz Şarkı Türkistan'dan kanunluk ilgisi, xo'jayini, vatanimiz Elmisaqdan tartib ota-bobomizdan bizga miras qolgan ana tuproq. Bizning uzun yillardan beri vatan sirti ve vatan ichida ilib berayotgan da'volarimizda shunday bir muhim narsaga diqqat qilmadikki, bizning da'vorimiz hech qachon siyosiy da'vo emas. Bizning da'vorimiz faqat haq talab da'vosi. Uyg'urlarga ve Şarkı Türkistanlıklarga Elmisaqdan ota-bobosidan miras qolgan şu tuproqni bosqinchi tajovuzchi Xitoy hukumati ve onun qanunsuz ko'chmanlarini tamamen qo'g'lab chiqarib, şu ota-bobomizdan qolgan tuproqqa xo'jayinlik qilish qaytadan shuni gullantirish, rivojlantirish, shu yerda bir millat sifatida erkin yashash huquqimiz bor. Shuning uchun bizning bu huquqimizni qo'g'dab qilish, özümüzün düşmaniga qarshi yo'lliq qo'g'nish harakatlarimizni davomli elib berishimiz uchun biz xalqaro qonunlarning bizning bu xil harakatimizni qo'llaydiganligiga ishonishimiz kerak. Hem qo'llashi shart. Bizni qandaqdir bir davlatning nima deb qilishi, nima deb atab qilishini o'ylashadigan vaqtimiz yo'q. Hozir bizning bir millat Xitoy hokimiyatidek dunyodagi mushu 21-asrda butkul osmonda satelitlar, butkul medialar qarab turgan mushundaq vaqtda xalqimizni ko'chada ish hayvonlarni qirgandek oshkor qilib o'ltiryotdi. Qaysi bir davlat o'tirg'i chiqib bu harakatni terrorlik deb atadi? Mushunchalik bir haqqoniyatni tushunmaydigan bir davlatlarning bizni din deb atishlar bizning nima chaqtig'imiz bor? Biz islom diniga e'tiqod qiladigan bir millat. Biz Xudoga ishonishimiz kerak. Biz yaratishni men yaratdim, yarilishing o'zingdan debdikan. Biz o'zimizning tarixini o'zimiz belgilamasak, bizningki homildor bo'lgan bolalarimizni, ayollarimizning qo'sig'idan o'qilib tushirib olsa, chet eldan kelgan qishqadan qechib chiqqan qonunsiz ko'chmanlarga bekorlik uy versa, ochiqishlarni versa, xizmatni bersa, xalqimiz, yerli xalqimiz ishsiz qolsa, ular qurollarni, tanklarni ko'tarib chiqib, ma yerning egisi bo'lgan yerli xalqni olsa, qirsa, o'ltirsa, turmalarga tashlasa, ha? Bularning harakati terrorlik harakat emasmiki? Faqat o bir cefanjundan kiyimini kiyib olganligi uchunlar uning qilgani harbiy harakat. Bizning xalqimiz puxroch kiyinib olganligi uchun uning qarshi harakat terrorlik bo'lamdi ekan. Acaba Xitoy hukumati tanklar bilan chiqib bizning bir askarlarimizni qiribdimi? Yo'q. Bizning normal shu yerda yashayotgan yerlik puxrolarimizni qirdi. Qo'lida to'mirning suni bo'lmagan, hech qanday qarshilik bildirish qurollari bo'lmagan, jig'nining puchug'i olmagan, qo'lida jig'nining puchug'i olmagan xalqning oshkora qiryotdi. Acaba buning harakati terrorlik harakati bo'lmamdi ekan? Biz davomli da'vogar bo'lib keldik. Davomli da'vogar bo'lib Xitoy ustidan da'vo qilib keldik. Bir qitim Xitoymi bizning ustimizdan da'vo qilib bizim bir javobgar bo'lib qolaylik qanday bo'ladi ekan?
Düşman ana aşındaq acizlaşqan siri qalcırlışıdı. Muş qitim Xitayning tanklarının, askarlarının 100 minglab, 10 minglab tanklarını elib chiqib, bütün Sharqiy Turkistonni urush holatiga aylantirib etdi. Xalqimizning 365 kun ichida ipag'an bir qitimliq, bir kundagi qarshiligiga bardoshlik berolmay, butkul Xitoy necha 100 minglagan askarlarini, tanklarni chiqib, vatan ichida harbiy holat olib beryapti. Qisın. Ba'zilar düşmanimiz nayt kuchlik, ularning qurolları bek zamonaviy, biz ularga tankilanmaymiz, ular bizni qirib yo'qotdi deb qaraydi. Men bunga tamamen qarshi. Hech qachon 21-asrda har qanday bir kuch bir millatni bir millat sifatida tamamen yo'qotolmaydi. Mumkin emas. Faqat bir millatni yo'qaydi deyishga to'g'ri kelsa, mana bu gapni qilayotgan o'zining kuchlik dushmani bilan qo'lida bir to'mining suniga yo'qtirib, uning bilan bir g'ayri suhbatga o'tirishni tamom qilayotgan. Xitoydan qandaqdir bir oliy avtonomiya beramdiki, shunda bir berib qazman bir ketib yana bir boshliq bo'laman deb o'ylayotgan tamoqordan olar gapi. Millatni tugitadigan narsa bu, kurash emas. Dunyoning tarixiga nazar soladigan bo'lsak, kurash qilgan millat hech qachon yo'qolmaydi. O'z kuchlik dushmanidan suniy salog'i o'tlamoqchi bo'lgan ahmoq millatlarla bir millat sifatida tamoman yer sharidan yo'qolib ketadi. Bir millatning millat bo'lish uchun qanchalik narsa kerak? Tili, örf adeti, dini, medeniyeti, yezigi degandek bir necha narsadan tarkib topadi bir millat. Uning tilini yo'qotdi, hozir yo'qotmoqchi bo'lyapti, asosan yo'qotdi. Uning dinini teqib bir yerga apadi. Örf odatlari asli yo'qoladi. Mesela yağını atışınga ruxsat yo'q. Nazar chiroq berishingga ruxsat yo'q, o'chi-bo'chi. Mana demak, bizning bir butun millat bo'lishimizdagi nurg'un omillarni hozir Xitoy asta-asta tadrijiy holda oshkora yo'qotib yo'qotib kelyapti. Biz aşağıya qarab o'tirib bir millat sifatida tamamen yer sharini yo'qolamdi yoki kurash qilib dushmanimizni tamamen qo'g'lab chiqarib güzel, erkin, mustaqil Sharq Turkiston quramdi. Bu her qandaq bir Uyg'ur o'g'lining, her qandaq bir Sharq Turkistonlik erkekning davomliq har vaqt, har zaman o'ylaydigan savoli. Bizga o'xshash mazlum millatlarning singillarimiz, onalarimiz, qizlarimiz Xitoyning tapini ostida, yer ostida, oyoq ostida bo'layotdi. Bizdek erkeklarning shu vatanni ozod qilib, dushmanni qo'g'lab chiqarib ta'minlaganligimizning o'zi bizning uch vaqt tamog'imiz harom biz uchun. Bu bizning bosh tortib bo'lmaydigan bir erkeklik burchimiz. Bizning vazifamiz. Bizning bu yerda vatan ichida dushmaniga qarshi o't ichiga qarab o'ladiganini bilib turib kurash qilayotgan xalqimizni chet elda turib baho beradigan nima haqqimiz bor? Biz ularga duo qilaylik. Ular pichoq so'ngaki yetdi xalqning hech amali qolmadi. Dushmaniga qarshi turib, shunday qarshi turmoqdan boshqa hech yo'l yo'q uningga. Buni keltirib chiqargan kim? Yani şu tecavüzcü Xitoy hokimiyati. Şu yerda mayli bomba portlasin, mayli pichoq tiqsin, mayli qaysi xil shaklda harakat bo'lsin-ki, buni keltirib chiqargan hech qachon Uyg'ur emas. Mushu Uyg'urlarni keltirib chiqishga qistigan, zo'rlayotgan hech amalni qo'ymagan Xitoy kommunist hokimiyati. Ve onun tecavüzcü bosqinchilik siyosatining natijasi bu shu. Bunday harakatlar bundan davomli chiqdi. Chiqib turdi. Bunu hech kim cheklaymaydi. Ta ki bu millat o'z mustaqilligini qo'lga olmaguncha Xitoy hokimiyati bilan bo'lgan ziddiyat hech qachon tugamaydi. Shunga xalqaradagi Amerika boshliq boshqa davlatlarning bizni nima deb otishi, nima deb baho berishlarini bizning o'ylashadigan vaqtimiz hozir emas. Chunki Amerika hukumatı, Yevropa davlatlari Xitoydagi bir tajovuzchi, terrorchi davlatlarni tex ayblab baqqani yo'q oshkor holda. Şuna ben içimge patmagan bu nesrimni bir şiir arkalık köpçülükle bir anıltay dedim. İstekler kapladı yurtni, kozgaldı millet qaytadın bugün. Xitoy qo'rqdi, tamtirdi shuncha bu millatning payladin bugun. Shuncha askarni elib chiqishdi, tanki mashinaning kaynidan bugun. Barcha shahid qahramonlarga cheksiz ehtirom layladin bugun. İstekler qapladi yurtni, uyg'ondi xalqim qaytadin bugun. Yurak ezilib yig'ilgan edim bechora bo'lib teqitinigun. Tinjimas bo'ron atmaydigan tang bo'lmaganidek tang atdi bugun. Xalqim qo'zg'alib o'z dushmaniga g'azab bilan jang ochdi bugun.
Üstütekler kapladı yurtni, oygandı halkım qaytadan bugün. Savri taqatning qaçısı to'shib g'azab nafrat qaynadı bugün. Tishleri qaç-qaç, mushlari qas-qas, bo'ri avlodi huvlidi bugün. Ko'k bo'rining bu o'tkir tishidan dushman ingrab yig'ladi bugün. Üstütekler kapladı yurtni, oygandı halkım qaytadan bugün. Öz düşmanini to'liq qo'g'lamay, hech to'xtamaydi yurtidan bugün. Asker yok emas, batığı her vakt, halkımız ana kılmaydı sen. Düşman korallık, lekin bek aciz, hakikat bizde bununla işen. Halkımız her vakt cinayetçidek, yaşadı şundan tutudik işen. Lekin canını o hiç toktatmadı, bulup Xitayning gözü gittiken. Bazılar eytar düşmanını güçlük, koralsız ana tenkilenmeymez. Çet eller yerden bəyimizi herkes, özümüz yalğız, hiç yenilmeymez. Men ana hayran, hakikat bizde toğu nimişka hiç şenmeymiz. İmansızlık kor kıldı mı ya, niçin Allah'ı biz şenmeymiz? İstitekler kapladı yurtni, oygandı halkım qaytadan bugün. Yanında bolmay kaldım sırtta, bu şiirim bilen koşulay bugün. Hiç toktatmagın kahraman halkım, küreşlerin neyi hoş bolay bugün. Tazı bir yığlap, kakaklap güley, sen bilen birge yol koygun bugün. Ata, kene ata alaysan qanchalik. Vatanimiz Sharq Turkiston'ni besivag'andan ta ki bugungacha Xitoy hukumati oshkora va yo'chin holda xalqimizni qirib keldi. Tutyapti, o'ltiryapti, yo'qotyapti. Lekin millat hech qachon yo'qolmaydi. Yana abayman degandek, kurash qilgan millat hech qachon yo'qolmaydi. Shuni men bundaq yozgan bir she'rimni o'qib o'tmoqchiman. Ata qani ata alaysan qanchalik. Vatanimga kirib olib chiqmading, yotaqini yota olaysan qanchalik. Bizni qirib bo'lolmaysan hargizmi, otaqini ota olaysan qanchalik. Bayligimni, mulkimni buluding, sataqini sata olaysan qanchalik. Tilni cheklab maktubimni taqading, taqaqini taqa olaysan qanchalik. Erkinligim, dinlerimni çekledin, çeklakini çeklerleysen qanchalik. Üzen turup bir talanın müşigi, yekler bizni yeklerleysen qanchalik. Vatanimni buzib çıkıp bulgudun, bulgaqini bulgalaysan qanchalik. Yaşlarımның idisini tolgudun, tolgaqini tolgalaysan qanchalik. Tuğuşimni, milletimnin çekledin, çeklakini çeklerleysen qanchalik. Toşup geldin bakalmagan balağını, toşaqini toşalaysan qanchalik. Yalgan sözlep xalqingni oldidin, oldaqini oldalaysan qanchalik. Yalgan sözlep siyasetni, qonunni, goldidin sen goldalaysan qanchalik. Tariximni özgertip sen yok kıldın, özgertqini özgertsen qanchalik. Kimligimni özgertishga kuch yetmez, kuchaqini kuchalaysan qanchalik. Igilidu hiç sunmaydi hakikat, yana haqini yana alaysan qanchalik. Bu vatanning igisi biz xo'jasi, tanaqini tana alaysan qanchalik. Tutup solap itip bolmay xotirjam, tutaqini tutalaysan qanchalik. Jar salasan ejderha deb o'zingni, yutaqini yutalaysan qanchalik. Sen mi gördün milletimnin peynini, tosaqini tosalaysan qanchalik. Mushu millat tuqqan pekir leylini, cheklaqini cheklalaysan qanchalik. Ko'pchilikning ko'ngil qo'yib anglag'iniga rahmat. Keyingi qitim ko'rishgacha aman bo'linglar. Yashsin Sharq Turkiston mustaqilligi, yashsin Sharq Turkistonlik qarindoshlarning ittifoqligi. Ko'pchilikning vaqtiga rahmat.